Assalomu alaykum do'stlarim. Like bosib charchamayapsizlarmi? Hop, bugungi o'yinimiz yana o'sha Dream League Soccer o'yini haqida bo'ladi. Bugungi videomiz qanaqadir akkaunt kuchaytirish videosi emas, shunchaki 7-tierda o'yin ko'rsatamiz. 7-tierda ham qattiq o'ynaydi. Unchalik qattiq o'ynashmaydi, lekin normal o'ynashadi. Hop, qani bo'lsam, boshlaymiz o'yinni. O'zi eski videolarimni ko'rib qanaqadir o'zim xafa bo'ldim desa ham bo'ladi, chunki endi yangi youtuberman, gaplarimga to'g'ri kelmayapti. Hozir ham qanaqadir shunaqa unchalik gapimga moslab qo'yamayaptim. Bu uchun sizlardan bor uzr so'rayman. Xudo xolasa o'tib ketadi bu ham. Hop, o'yinni boshladik. Akkaunt ko'rmay qoldi, biratdi. Sariq akkaunt bo'lsa kerak. Himoyaga qaytib o'ynaymiz. Himoyaga qaytmasak yomon qilishadi bizdan. Hop, mana ekraningizda o'tgan safarga top kommentariyalar turibdi. Sizlar ham kommentariya yozib qo'ysanglar, keyin safar mana shunaqa kommentariyalar, sizlarning kommentariyalar chiqsin. Tibo Kurtuva seyf qildi. Lamine Yamal tepganini, ya'ni bosh bilan udarib bergan. Raqib komandada internet ishlamayapti. To'xtab turamiz. Internet ishlaguncha. Ishlab ketdi, bo'ldi. Endi menda internet ishlamayapti, lekin raqib komanda o'ynab ketaveradi menda internet ishlamasa. Mayli, biz halol o'ynashimiz kerak. Halollik foydadan ustun deydi-ku. Gol uradimi? Yo'q. Gol bo'lmadi. De Bruyne tepgan yo'q. Full account ekan. De Bruyne'lar ham 2023-yilgi 96 statistikalari ancha yaxshi. Pas bilan sekin hujumga chiqamiz. Pas ber. Ulguradimi? Yo'q, ulgurmadi. Saliba kelib qoldi, yaxshi. Bitta tepaga ko'tarib laycha qilamiz. Golmi? Golmi? Tep. Va. Gol bo'lmay qoldi, mayli. Raqib komandada qanaqadir muammo bor bo'lsa kerak. To'xtatdi o'yinni. Yo, negadir chiqib ketdi. Cho'ta bizadan qo'rqdi, qochib ketdi bizadan. O'zi bildi-da, udarimizdan keyin qochib ketdi. Mayli, birinchi o'yinimiz shunaqa yakunlandi. Hop, qani akkauntni ko'ra olamiz. Qaysi futbolchilar charchagan? Yo'q. Charchamaydi, chunki chiqib ketgandan keyin o'zi energiyani full qilib beradi. Dalasini o'zi. Bu tomonlari juda ham zo'r bo'lgan, lekin internet qotib chiqib ketganda 3-0 ga minus qilib yutqizdirib, lekin vahshiy yomon. Yomon taraflardan Elzamelik turkiyalik raqib bo'lsa kerak, akkaunt sal oddiyroq. Turkiyaliklar lekin juda ham aqlli o'ynaydi, ko'ramiz. Yo'q, misrlik ekan. Turkiyalik bir xilgalar sariq akkaunt bo'lsa ham yutib ketish ehtimoli bo'ladi-da. Pas o'tadimi Lewandowskiga? Internet qotib qoldi bizda. Internet qotsa ham o'ynayapti raqib. Agar biza internet qotganda to'xtab turadi. Shuning uchun endi alamimdan men internet ularda raqibda internet qotsa ham o'ynayveraman. Halol o'ynaymiz deysizlar, lekin mana shunaqa raqib internet qotsa ham aniq qilishi, o'ynab ketaverishi yomon odam asabini buzadi. Ayniqsa gollar bo'lsa. Raqib ancha botmi deyman. Unchalik paslari ham noaniq chiqadi. O'tarmikan ichiga? Yo'q, Valverde o'tqiza olmadi. Yonga berish kerak shu joyda. Bemo'zodan zarba va gol. Qanaqa zarba? Oddiy sariq akkauntlar ham lekin yaxshi o'ynaydi 7-tierda. Atida mana shunaqa asab o'ynashni o'tkazmaydi bo'ladi. Pastga stikerini bosib qo'yamiz. Lekin yutqizib qo'ysak yomon-da. Yamal soladimi? Yamalda soldi uzoqdan. Yana internet ishlamay qoldi bor. Yaxshi, Yamal ancha zo'r o'ynar ekan. Yaqinda oldin hali kuchaytirganim yo'q. O'sha videoda kuchaytirganim bo'yicha mana golni ko'rishingiz mumkin. Uzoqdan solib qo'ydi. Gap yo'q lekin. Shu internet muammosi yomon-da, faqat bizda O'zbekistonda.
Yo'q, hatto pas berdik. Raqib foydalanadi bundan. Foydalandi. Bemo'da qanaqa bo'pti? Prosta shunchaki koptoy tashib qo'yapti, o'z vartiga kirib ketyapti. Pastga stiker qo'yardi raqibam. Hozir lekin shunaqa asabiga o'ynayman, borib bir ikkita gol urib olay. Bemo 82 lekin men Donnarumma full qanaqa qaytara olmadi, men cho'ta tushunmadim. To'g'ri, men kommentariyada bot ekan, negativlar avjiga chiqishi mumkin. Lekin o'zingizlar ham 7-6 yerlarda o'ynab ko'ringlar, bilasizlar. Chunki hali men DLSga bir haftadan beri kirmadim. O'sha hisobga olsak, bir haftadan beri emas, anchadan beri kirmadim endi. Yaxshi, alladik. Yamalga pas, tiq Yamal. Voy, yugurib borib tiqsam bo'lardi, nega unaqa qildim? Ko'p ishon bordim Yamalga. Yo'q, ololmay qoldi Lewandowski. Hop, Saliba. Yaxshi, Salibadan ajoyib Skorpion pas. Hoppa. Hakimi olaman kopdi. G'irt botchi o'ynatdik-da bori. Hop. Voy, qanaqasi gol bo'lish kerak edi, lekin javob gol bo'lish kerak. Hali o'tmadi, chizig'ida turdi o'rtoqlar. O'zingizlar ko'rdinglar-ku. Internetligin yomon qotdi borku. Internet ham bizga qarshi chiqyapti-da. Full account yutib, yutmadigan chiqib ketib, YouTube-da endi. Full account yutib, sariq accountga yutqizsak, lekin yomon sharmanda bo'lamiz lekin. Teshtegin teforda yo'q. O'sha gol urishga vaqt qolmasa ekan. Voy. Internet qotdi, bo'ldi, gol urdi desam. Yaxshi varata teforgan ekan. Xudoga shukr, ashtan ketibdi. Lekin Bemo bor, vashi udar normalniga. Tezliklari ham ancha zo'rda Bemo'ning o'zi. Bitta allaymiz. Voy, internet qoltishini. Qizdigu manchi 100%. Yo'q. Shtrafni berilgan ekan, jarima zarbasi. El Caronay, Rafael Leao. Nega internet qotadi? Internetdan точно bizga qarshi o'ynayotdi-da bori. Orqaga olib olverdi, pas ber Yamalga. Yamal ichiga kira olmadi, chiqib. Tepa olmaydi. Hozir Lewandowski ham aytganimdek. O'z full accountga qarshi o'ynasam normal o'ynayman-da, lekin oddiy sariq accountga qarshi o'ynasam unchalik o'ynay olmayman negadir. Keyin video yoqilganda unchalik o'ynay olmayman. Mana, hatto uglavoy ham bermadi. Qanaqadir sariq accountlar bilan tushsam, omad keladi sariq accountlar. Mayli, bu videodan keyin negativlar ko'payar ekan. Birgaysizmi yoki tuda bu degan odamlar ko'payar ekan, mayli. Obunachilar, sizlar mazza qilinglar. Lekin to'g'ri, kreativ yaxshi yozadigan obunachilar ham bor. O'shalarga rahmat. Yedik menimcha. Lekin hali imkoniyat bor. Yamal ol. Yana internet muammosi. Internet bori. O'zi bu o'yinchi yutmadi, internet yutib chiqdi bizda. Yamal nega olmaydi bori o'rtoqlar? Короче, bu o'yinimizda internet g'olib chiqdi. Bu Zamellik degan raqibam g'olib chiqmadi, men ham g'olib chiqmadim. Internet g'olib chiqdi bu o'yinda. Internet tabriklaymiz. Mayli, O'zbekistonda yashayapmiz. O'zbekiston tengdir O'zbekistonga. Hop, transferdan kim kelibdi? Unchalik kerakli o'yinchi emas.
Xo'p, do'stlar, videoni shu joyda yakunlasam ham bo'ladi. Agar video sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Eng chiroyli kommentariy yozgan obunachilarimni keyin safar yana boshdan videoga chiqaraman. Xo'p, hammaga rahmat. Xayr, sog' bo'linglar, o'zinglarni asranglar.